Do'stlar, biz yana Frunskiy masjiddamiz. Kiyev universiteti yaqinida 5 qavatli yangi qurilgan vanniyalarga qurilgan dom bor. Shuni 5-qavatdan 3 xonali skvoznoy holatda 66 kvadrat maydonga ega kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya yaxshi, katta yo'l bo'yiga 50 metrgina masofada joylashgan. Mashina qo'yishga joylari mavjud. Tashqaridan kirish qismi hol bo'lyapti. Ko'rish mumkin, kattagan beton garderob ham bo'ladi. Uy kosmetik holatda. Kirishimizda o'ng tarafda birinchi ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda birinchi xonasi keladi. Romlar akfa isitish tizimlari mavjud. Barcha xonalarga radiatorlar o'rnatilgan. Bu yerda esa alohida qilingan vannaxona hamda hojatxonalari joylashgan. Kafellar qilingan, holatlari yaxshi. Agar o'ziga moslab bitta abo'y qo'ysangiz, chotki holatga keladi. Bu tomonda esa oshxona, ko'rishingiz mumkin, do'xpontirni katyollari mavjud, romlari akfa holatlari ko'rib turganingizdek. Va bu tomonda katta zal ko'rishingiz mumkin. Skvoznoy holatda uy, bu tomonni ko'rishingiz mumkin. 3-xonasi mana. 5-qavatda joylashgan 66 kvadrat 3 xonali kvartira. Narxi esa egalar tomonidan 33.500 dollarga baholanayapti. Albatta, kambag'al qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.